qiyin. Yo'lga qo'ysa вообще шикарно. Ну, narx birinchi o'rinda. Shuning baribir ozgina gapiradilar bor. Endi aka stil masalasi u dizaynerlarga taalluqli masala. Chunki mebelchi bu ispaniya tilida ishlab chiqarib biz agar stilni yaratadigan bo'lsa mebelchi уже производство shu tushib ketadi pastga. Hamma o'zining sohasida qilish kerak. Конечно. Dizayner talabga qarab aytamizku, premium, o'rtacha, ili byudjet. narsa o'zi arxitektura bilan birga yurish kerakda. Mana bular shu sohada xudo xolisa dizaynerlar. Hozir Turkiyaga safar bo'ladi. O'sha yerda ikkita dizayner, именно предмет dizayner. Mana dizayn emas, interior dizayner, предмет. Masalan, mashina, mana mashina предмет dizayner chizib eskizini mashq qilgan deydi ham. O'shanaqa dizaynerlar master klass o'tib beradi. Yani bizning dizayner. Lekin aytaman, ma'nunda katta pul. Предмет dizayn, mashq bizga ham oddiy chashka yaratganda buni o'tirib bu qo'lamagan. Shuncha oddiy chashka. Lekin sizga bitta chashka qilib bersa, kanseri bankidan naqd qilib berasiz. Mana xuddi shunaqada. Shunga bosh katta tema. Lekin bizda hali hech kim, men bilmayman, balki azal siz bilarsiz, предмет dizayn yo'q. Yo'q. Tigran bor, arman. Bu ham ixtiro qilgan narsasi pufik. Anaqa adres qilib qo'ygan. Bu mana shu hozir ketyapmiz-ku, ana joyga ketyapmiz, cho'qqisiga ketyapmiz. Aytasiz-ku, cho'qqisida arablardan ham talab tushyapti, Amerikadan ham talab tushyapti, hamma talab tushagan aytgan. Cho'qqisida Italiyada. Hujjatdan o'rganib, dizayn bo'yicha hujjatdan o'rganib, talab o'rganib, keyin bu yoqqa bizni yetishimiz-ku, keyin ommaga aytamiz-da endi. Xalqqa. Mana bunaqa talab bo'lyapti. Talabga qarab rivojlaninglar. Ilim bo'lmasa mana hozir aytdingiz-ku, 5 yildan beri ishlayapman. 5 yildan beri ishlayapman. Mana bank faqat mana zakaz bo'yicha ekan. O'sha ishlayapsiz. Do'mchilar urguni boshqa. Misol, dizayni ham boshqa, mebellar ham boshqa. Keyin mana hozir so'z gap aytdingiz hozir. Turklar nima qilyapti? Turklar reeksport qilyapti. O'zi qila olmasa, raqobatlasha olmasa, shartta Xitoydan olyapti-da. O'zini birini zakaz beradi. Sen mana bunaqa berib qilib berasan deydi. Zakazim bor deydi. Bu Xitoy qilib beradi. Reeksport masalasi kelgan. O'sha bu mana shu Yevropaning ishi ko'p joylarda shunaqa o'zi. Mana shu import bilan shug'ullanaman. Ko'p importyorlar xuddi shu qilgan. Bizni brendini anaqada Turkiyadan misol olamiz desa, qarasu turklar Xitoydan zakazini bizga beryapti. Uzr, o'zimiz ham bilamiz-da, o'zimiz Xitoydan olib kelamiz. Agar premium, haqiqiy premiumga talab bo'lsa, yani Italiyadanmi, Yevropadanmi olib kelamiz. Talabga qarab, xullas. Shu o'rganib bizda shunaqa ekan. Bizda shunaqa ekan. Talabga qarab siz berish. Mana aksiyada Xitoyda Hindistondan. Faqat через anaqa kiradi. Turkiya. Yashang. Faqat ular shunaqa narsa qiladiki, ular mozg. Buni terish kerak. Boshqarish. Buni konsept qilish kerak-da. Bu oson narsa emas. O'shani qilgan odam eng katta marjani oladi-da. O'shaning uchun mana birlashib, mana sizlar zo'r fikr chiqyapti. Mana tajribangizni aytyapsiz. Mendan import bo'yicha tajribamni aytyapman. Dizayn bo'yicha tajribani aytadi. Hamma qo'shilganda, o'shanda katta biznesga o'tish chiqsa bo'ladi-da, birlashganda. Bo'lmasa shu Bo'ldi, aka.